Qadrli do'stlar, bugun 31-mart. Bugun biz Chordara mahallasida parnik ko'rishga keldik. 2025-yil. Bizda hozir eng muammo bo'layotgan narsa tomir chirish bo'lyapti. Tomir chiriganda bizda ma'lum bo'ladi, barglarning shalpayib qolishi mana. Tepadagi barglar mana shalpaygandan keyin mana daja ham qurishdan boshlagan. Bu tomir chirishga dalolat bo'ladi. Xo'sh, bu holatni to'xtatish uchun biza birinchi ochrat tomirini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Hozir men tomirini ham ko'rsataman. Mana bu shalpaygan tanamiz buni faqat ustiga bo'lyapti. Buni shalpayib qolgan. Mana bu yoqda yana bitta bor buni shalpaygan. Mana bular o'zi tetikroq, mana tetik turibdi. Mana shunaqa shalpayganlarni bitta tomirini kovlab turib ko'ramiz. Mana bizda tomirimiz chirish paydo bo'lgan mana. Mana bu oq tomirlar, bu живой tomirlar, tirik tomirlar, mana qoraygan o'zi bu chirigan tomir hisoblanadi. Mana shu chirigan tomir faqat tepaga beryapti. Agarda yonboshlari ham shunaqa qoraygan bo'lganda faqat tepa emas, yonboshdagi barglar ham so'lishi boshlar edi. Bu hozir boshlanishi. Buni oldini olish uchun qimmatroq dorilardan Fundazol, Maxim, Cruiser shulardan berish mumkin. Arzonlarini pastda yozib qoldiraman. Arzoni bu juda ham zo'r narsa, bu sekretni faqat sizlar uchun bo'ladi. Fundazol dozasi 20 gram 10 litr hisobida bo'ladi. Fundazolga berilgan holatda birgalikda fitosparin qo'shish kerak bo'ladi. Fitosparin bitta pachkasi 100 litr suvga bo'ladi va shunga qo'shilgan holatda 200 gram fundazol solinadi. Bu birdaniga taqataq tomirini to'xtatib qo'yadi, tomir chirishini. Maxim Cruiserlar 10 gramdan 5 gramgacha beriladi. Mana bu yerda ham mana qurigan. Birinchi bu shalpaygandan keyin shampan quloq bo'lgandan keyin quyosh buni qizdirib mana shunaqa kuydirib qo'ygan. Bu tomir chirishdan dalolat bo'ladi. Xo'sh, yana nima? Yana bir narsa maqtab o'tay. Mana bunaqa gullarni chiroyli hosilga tayyorlab berish uchun bizda mikrobiotik firmasidan Bulungvar degan dorimiz bor. Bulungvar dorini sepsak agar o'sha gullarni changlantirib hosilga tayyor qilib beradi. U o'zi effekti o'tgan. Mana sizlarga qanday maslahatlar zo'rlarni beryapman, xuddi shunga o'xshab bu dori ham juda ham zo'r. Sinab ko'rsangiz bilinadi. Men ham o'sha do'konda o'shandan sotaman. Reklama qilishimiz sababi ham shu. Mana bu yerda bor. Uni bitta ozgina 10 litrga olib ham sepib ko'rib bilishingiz mumkin. O'shanda effekti bilinadi. Bu yerda ham boshlangan. Xo'sh. Fundazol yoki yana boshqa shu tomir chirishga dori berayotganda birinchi ochrat tomiridan mana shunaqa yengilgina sug'oriladi. Sug'orilgan yerga keyin boyagi shu dorimizni bersak bo'ladi. Immunoy fundazol deganim uchun bu immunoy fundazol zo'r ishlaydi. Undan tashqari ular bor, Redamil Gold bor. Xullas dorilar juda ham ko'p tomir chirishga ishlaydigan. Lekin arzon varianti pastga yozib ketamiz. Hozircha shu. Salomat bo'linglar.